Haj ixlosdir. Ixlos mo'min inson hayotida juda katta ahamiyat kasb etadigan fazilat hisoblanadi. Zero, ulug' zotlardan biri amal ikki narsa bilan qabul bo'ladi: xolis va solih bo'lsa degan. Xolis amalni ixlos ila bajarish, solih esa shariatda mavjud bo'lgan amal demakdir. Alloh taolo Zumar surasining ilk oyatlarida bunday marhamat qiladi. Bas, dinni Allohga xolis qilgan holingda ibodat et. Ogoh bo'lingki, xolis din Allohnikidir. Alloh taolo hadisi qudsiylardan birida ixlos mening sirlarimdan bir sirdir. Bandalarimdan qaysi birini yaxshi ko'rsam, uni o'shaning qalbiga joylaganman. Unga farishta tanish bo'lib yoza olmaydi ham, shayton tanish bo'lib buza olmaydi ham degan. Ma'ruf Karxiy rahmatullohi alayh o'z nafsini koyib, ey nafs, xolis bo'l, xalos bo'lasan der edi. O'tgan ulug'lar kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uning ixlosi ixlosga muhtoj bo'ladi derdilar. Alloh taolo bunday deydi: Haj va umrani Alloh uchun tugal ado eting. Baqara surasi 196-oyat. Oyati karimaga ko'ra, ulamolarimiz haj yoki umra amalini qilishga kirishgan kishi ushbu harakatni chala qoldirmay oxiriga yetkazib, to'liq bajarishi vojib deya ijmo qilganlar. Hajni ixlos bilan bajarish lozimligi haqida hadislar ham bor. Jumladan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Alloh uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisq va fasod qilmasa, onasidan tug'ilgan kundagidek bo'lib qaytadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Kim Alloh uchun haj qilsa, muhaddislar hadisda ixlosga targ'ib bor. Haj yoki umrani qasd qilgan kishi avvalo niyatini go'zal, xolis Alloh uchun qilishi kerak bo'ladi deydilar. Ziyoratchi amalni xolis qilgandan keyin ibodatning savobini ketkazib qo'yadigan ishlardan saqlanishi lozim. Amallarni riyo, sum'at va ujubdan ehtiyot qilish kerak. Bu illatlar shaytonning yaxshi ko'rgan qurollari bo'lib, misqollab yig'ilgan barcha savoblarni bir lahzada sovurib yo'qotadi. Darhaqiqat, har bir ishimizda ixlos bo'lishi zarur. Ixlos qilish bilan maqsadlar hosil bo'ladi va Alloh taolo u tufayli yomonliklardan asraydi. Zero ulug' zotlar ixlos xalos deb bejizga aytmaganlar. Va amallaringizni botil qilmangiz. Muhammad surasi 33-oyat. Yusuf ibn Husayn rahmatullohi alayhi aytadi: Inson zoti uchun dunyoda ixlosdan ko'ra qiyinroq ish yo'qdir. Riyoni qalbimdan tag tugi bilan qo'porib tashlashga harchand harakat qilsam ham, u har safar yangi ko'rinishda o'sib chiqayotganga o'xshardi. Tana va ruhning haji. Mo'min kishining zimmasida ado etadigan ibodatlar turlichadir. Masalan, bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qish, bir yilda 1 oy roza tutish, moli nisobga yetsa zakot berish va umrida 1 marta haj qilish majburiyati bor. Bundan ortig'i nafl hisoblanadi. Bu xilma-xillik ilohiy hikmatga asoslangan bo'lib, har birining o'z o'rni bor. Namoz jismoniy ibodat. U bandalik nishoni bo'lib, ibodatlar orasida eng ulug'idir. Shuning uchun ulamolar namozni ibodatlar onasi deb ataydilar. Zakot moliyaviy ibodat. U molni shubhadan, insonni esa baxil degan nomdan poklaydi. Unda ham ubudiyat ma'nosi bor. Zakot berish bilan inson moliga emas, Rabbisining quli ekanini e'lon qiladi.
Roza ruhiy ibodat. Unda ham ubudiyat ma'nosi mujassam. Roza tutgan kishi o'z shahvatiga qul emasligini izhor etadi. Bu ibodat kun bo'yi yeb ichishdan va shahvatdan saqlanish bilan amalga oshadi. Hajga kelsak, u yuqoridagi ibodatlarni o'z ichiga olgan jismoniy, moliyaviy va ruhiy ibodat hisoblanadi. Unda ham ubudiyatning eng yorqin ifodasini ko'rish mumkin. Banda haj va qurbonlik uchun molini sarflab, pulga sig'inishdan Allohga qochadi. U o'z tanasidagi quvvatini ziyorat, tavof, sa'y, ibodatda qoyim turish bilan uning yo'lida sarflaydi. Ihrom kiyishi bilan u o'zini oxirat odami deb biladi. Dunyo hashamatidan yuz o'girib, taqvo yo'lini tutadi. Hoji dilida ham, tilida ham Robbisiga qattiq bog'lanadi. Dilida yaxshi niyat, tilida talbiya, takbir, zikr, duo, tilovat va istig'for aytish bilan mashg'ul bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki yolg'on, bo'xton so'zni va unga amal etishni tark qilmasa, uning yemay ichmay tutgan ro'zasiga Allohning hojati yo'q, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. E'tiqodimiz bo'yicha Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Ulamolar hadisdagi Allohning hojati yo'q iborasini bunday ro'za Alloh taolo iroda qilgandek ro'za emas, qabul qilmaydi degan so'zdan majoz deb sharhlaydilar. Ulamolar ushbu hadisni dalil qilib, har bir amalning zohiri va botini bo'ladi. Ibodatda qachonki zohir va botin mujassam bo'lsagina, shunda uning qabuliyati umid qilinadi va amal ortida turgan fazilatlar namoyon bo'la boshlaydi, deydilar. Haj taqvo maktabidir. Haj va umrani Alloh uchun tugal ado eting. Agar ushlanib qolsangiz, muyassar bo'lgan hadiy vojib. Hadiya so'zining ko'plik shakli bo'lib, haj yoki umra safariga yo'l olgan ziyoratchi o'zi bilan qurbonlik qilish uchun olib chiqqan qo'y, echki, mol yoki tuyadan iborat jonliqqa aytiladi. Oldinlari hadiy ekanini bildirish uchun bo'yniga xurmo po'stlog'idan bir belgi osib qo'yilgan. Buni ko'rgan odamlar unga tegmas, agar yo'qolib qolsa ham haramga borgunicha yuraverar edi. Hadiy o'z joyiga yetmaguncha sochingizni oldirmang. Sizdan kim bemor bo'lsa yoki boshida ozor beruvchi narsa bo'lsa, unga ro'za tutish yoki sadaqa berish yoxud qurbonlik so'yish ila fidya vojib. Agar tinch bo'lsangiz, kim umradan hajgacha bahralangan bo'lsa, unga muyassar bo'lgan hadiy vojib. Kim topa olmasa, 3 kun hajda, 7 kun qaytganingizda ro'za tutish vojib. Ana o'sha to'liq 10 kundir. Bu ahli oilasi Masjidul Haramda yashamaydiganlar uchundir. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Baqara surasi 196-oyat. Qaysi surada haj hukmlari haqida oyatlar kelgan bo'lsa, ularning aksariyatida albatta taqvoga chaqiriladi. Demak, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, haj va taqvo bir-biriga chambarchas bog'liq, birini ikkinchisidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydigan tushunchalar hisoblanar ekan.